Men bugun otangni bearmon ko'rdim. U menga quvonchdan toli yor dedi. O'ting hazilmas, to'y qilmoqchiman. To'yimning boisi farzand bor dedi. Jonni dadajonlari, ajolar musofir yurtda ekan. Mana shu musofir yurtda ishlab yurgan barcha musofir yurtdagi akalarimiz, opalarimiz uchun bo'ladi. Ayajoningiz bilan dadajoningiz yaxshi ko'rasizmi? Qanchalik? Ko'pala. Bugun mana shu fayzli xonadonda Ravshan Norixona ijodkorlaridan Shoira opamiz xizmatda bo'ldi. Ravshan opamiz o'zlari mana kadr ortida Kamina kampari Elmurajoyimiz. Oilaga bir olam havas. Qizdir, o'g'ildir, farzand bo'lsa bas. Farzand tufaylidir to'yu inoming. Asrlar o'tsa ham o'chmagay noming. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Fayzli xonadon Ernazar akalar xonadonida nabiralari Javohirjonni 5 yoshlik tavallud topgan kunlari bilan qutlash uchun tashrif buyurganmiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, omonmisizlar. Mana bugun biz opamiz aytganlaridek Shahrisabz Laylakon qishlog'ida Fayzli xonadonda bugun mana shu Javohirjon ukamizni tug'ilgan kunlarini ko'tarin kayfiyatda qilib, chiroyli qilib o'tkazib berish uchun tashrif buyurganmiz. Bizani kuzatib borishga to'xtamaysizlar. Ravshan Norixonaga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keling, fayzi davramizga Javohirjonni chorlab qolamiz. Tug'ilding, oila quvonchga to'ldi. Uyingga yoqildi yorug' shamchiroq, yuzingga dardlardan ilik bo'sa qo'ndi, ko'ngil armonlari chekindi yiroq. Men bugun otangni bearmon ko'rdim. U menga quvonchdan toli yor dedi. O'ting hazilmas, to'y qilmoqchiman. To'yimning boisi farzand bor dedi. Iloyo o'sib, ulg'ayib, otangni ishongan tog'i bo'l o'g'lim. Onangni suyangan tog'i bo'l o'g'lim. Ilohim, mana shu ota-onasi bag'riga mehr daryosidan suv ichib, sadoqat bog'larda bo'y cho'zib, ota-onasi orzu qiladigan, eli yurti orzu qiladigan, ma'naviy yetuk, salohiyati yuksak, jismonan baquvvat inson bo'lib voyaga yetsin. Albatta siz bilan bizlarga esa xatorimizdan xato bo'lmasdan mana shu o'g'lonni baxt kechasiga ham diydorlashmoqlikni Allohim nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Xuddi shunday albatta Javohirjon katta yigitlar bo'lsin, ota-onasini, yaqinlarini baxtiga doim sog' salomat bo'lib, elimizga, xalqimizga foydasi tegadigan yetuk insonlar bo'lishini tilakdoshimiz. Yana bir bor shukrona kunlar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Oxir mana shu fayzli xonadonda doimo xursandchilik ko'p bo'lsin, to'ylar bo'lsin deymizda. Davramizga mana shu bugungi tug'ilgan kunga tashrif buyurgan ayiq polvonlarimizni chorlab qolamiz. Qani marhamat. Bizga Javohirjon bilan birgalikda mana taklif qilamiz. Chiroyli yugurishkalarimiz.
qarab turamiz. Qarsanglar bilan. Qani, egilishlarimiz o'ynaveramiz. Qani birgalikda o'ynaymiz. Egilishlarimiz bilan,
Momay bilan o'yna, momay bilan. Ha. Kimse. Kaşlarına çizip kalemle amma yeter bizne salamlı. Kaşlarına çizip kalemle amma yeter bizne salamlı. Kolcuzu kalemlerdim benim, kolcuzu kalemlerdim benim. Uyandırıp gitti adamlar, uyandırıp gitti adamlar. Gidip dur ya Dubai'ne, görmedim bu çırayını. Gidip dur ya Dubai'ne, görmedim bu çırayını. Akbilekli gül aynı, yüzleri hoş aynı. Akbilekli gül aynı, yüzleri hoş aynı. Başından, yaman yürüp ottu kaşından. Düşüm geldi kara başından, yaman yürüp ottu kaşından. Ben işanıp şuna başından, ben işanıp şuna başından. Derya doldu bugün yaşından, hey derya doldu bugün yaşından. Yüzüp dur ya Dubai'ne, görmedi bu çırayını. Yüzüp dur ya Dubai'ne, görmedi bu çırayını. Ak bilekli gül aynı, yüzleri hoş aynı. Ak bilekli gül aynı, yüzleri hoş aynı. Kaşlarına çizip kalemle alma yeter bizne salamlı. Kolcuzu kalemlerdim benim, kolcuzu kalemlerdim benim. Uyandırıp gitti adamlar, uyandırıp gitti adamlar. Gidip dur ya Dubai'ne, görmedi bu çırayını. Gidip dur ya Dubai'ne, görmedi bu çırayını. Ak bilekli gül aynı, yüzleri hoş aynı. Ak bilekli gül aynı, yüzleri hoş aynı. Qarang do'stlar, chaqaloq dunyoga kelsa, ona ertangi kunimni egasi tug'ildi deb quvonsa, naslining davomi seralgandan ota qalbi quvonchga, g'ururga to'lar ekan. Alloh bergan oliy ne'mat nabiradan esa boboyu buvilarning boshlari osmonga yetar ekan. Ana shunday baxtdan bugun boshlari osmon Javohirjonni katta onajonlardan, buvijonlardan keling bu chiroyli tilak tinglaymiz. Qani buvijonlari? Buvijon, nabiralar muborak bo'lsin.
Katta yigitlar bo'lsin, mana shu nevaram, chivaram emas. Chivaram, ha. Xudoy ota-onasiga xizmat qilsin. Katta elitga xizmat qilsin. Yurtimizga foydasi ketsin shuni. Katta yigitlar bo'lib, Xudoy xo'jam katta ko'shankalarga kuyov bo'lib, ota-onasini buyursin, mana shu bola. Siz ham 80 bilan sakrashib, 90 bilan to'qnashib, 100 yoshlar bilan yuzlashib yashang. Bujonmi, bobojon, keling qani? Ketib qol, Javohir ke. Javohir bakka. Bobayni oling kelib. Ketma, arjiga. Men baqara, mana qara. Bizni chevaramiz bo'ladi, chevaramiz katta yigitlar bo'lsin, el xalqiga xizmat qiladigan bo'lsin, ota-onasiga xizmat qiladigan bo'lsin, yaxshi o'qishlarni bitkazib, yaxshi insonlar bo'lsin. Faqatgina yaxshilik kunlarga o'ynab kulib yursin. Uylanib, bola chaqali bo'lib, bu ham katta yigitlar buyursin, katta insonlar bo'lsin. Hech qachon kam bo'lmasin. Ota-onasiga Onasi bilan otasi qayerda o'zi bu? Rossiyada. Musofirlikka Rossiyaga yurgan ekan. Allohim musofirlarni asrasin. Topganiga baraka bersin. Anvarjon bilan Gulhayoy. Katta yigitlar buni huzurini ko'rsin albatta. Topganiga baraka bersin o'sha. Musofirlarni Allohim asrasin panohiga. Albatta Qani katta onajonlari, ha? Katta onajonlar keling. marhamat. Shu yerda gapiravering. Bolajon, umring uzoq bo'lsin, farzanding rohatini ko'rgin, topganlaring barakasini bersin. Niyatlaringga o'zing yetgan Allohim yetkazsin seni. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Shunday bo'lsin, Allohim. Arsaylik muttasil o'rtoqlar. Sevinch yoshlari albatta. Pochajon keling qani? Pochajon ham eshitaylik qani? Keling. Oxirjon umring uzoq bo'lsin. Shu tug'ilgan kunlaring, bu yoshlar ko'pini ko'rgan, ota-onang baxtiyor, sog' salomat bo'lgan. Nima niyat qilgan bo'lsa, shu hamma niyatlaringga yetkazsin. Shu bizlar ham qo'shilamiz o'sha hamma aytgan niyatlaringga. Nima deymiz boshqa? Sog' bo'lgan, omon bo'lgan. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Xizmat qilaveraylik. Ha, nasib qilsin. Xizmat bo'lsa. Xolajonni ham yoqasidan onajon isi kelar ekan. Keling, xolajon. Qoqib tashlayapti. Shu jiyanim katta yigitlar bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, baxtli, saodatli, iymonli, e'tiqodli yigitlar bo'lsin, katta joylarga, go'shankalarga kuyov bo'lsin. Baxtini ko'raveraylik, yaxshi kunlariga har doim shunday qilib yuraveraylik biz ham. Albatta sho'x o'ynasangiz bazm bo'ladi, yegan ichganingiz hazm bo'ladi deyshadi. Hammani chiroyli darslargacha olamiz. Qani ketdik. Ay qo'lovlarimizdan chaqqon jaqqon. Hozir Javohirjonni dadajonlari, ajonlari musofir yurtda ekan. Mana shu musofir yurtda ishlab yurgan barcha musofir yurtdagi akalarimiz, opalarimiz uchun bo'ladi. Endi raqslarga, yana o'yinlarga taklif etamiz. Qani marhamat. Taklif qilamiz. Qani? Egurishlarimiz ham qani birgalikda o'ynaymiz. Qo'yib yemas qabul taruzli, telefondan uzolmas ko'zli, yurtdavunchi qiynaydi sizni. Musofirda yurgan akalar, musofirda yurgan akalar, mahallada uy qilaman deb, senlar uchra teng bo'laman deb, dangallaman to'y. Musofirlarni hamma Allohim o'zi qanotidan asrasin. Egurishkalarimiz ham o'ynayversin davramizga tushib. Qani? Yeshing. Biri sochi, biri bitirda, bo'ldi do'stim uyga ketmurda. Shuncha yurganing yetarda,
musofirda yurgan akalar, musofirda yurgan akalar, mahallada uy qilaman deb, tinglar ichra teng bo'laman deb, dang'illama to'y qilaman dedi. Musofirda yurgan akalar, chet ellarda yurgan opalar. Qani birgalikda o'ynaymiz. Qani shu o'ynaymiz. Sochlarini ko'rsatmadi ro'mollar taqib. Dardim suvga aytsam ketdi-ku oqib. Ko'chalarga suv sepadi o'tganimda, olmayapti xatlarimni kutganimda, meni tashlab ketma seni kutganimda. Gelsa gelsin, yorim gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, borim gelsin, ishva bilan nozlanib gulim gelsin. Gelsa gelsin, yorim gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, borim gelsin, ishva bilan nozlanib gulim gelsin. Qochmanidan yetib olaman, tutib olsam uchib olaman. Ari bo'lib uchib borib biz lablaringdan chaqib olaman. Ulashdilar gaplarimiz, tutashdilar qalblarimiz. Kelsang edi bag'riga bir bossang edi yor, uchrashardi lablarimiz. Gelsa gelsin, yorim gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, bolim gelsin, ishva bilan nozlanib gulim gelsin. Gelsa gelsin, yorim gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, bolim gelsin, ishva bilan nozlanib gulim gelsin. Qani o'ynaymiz bo'sh kelmasa. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Davom etamiz. Yoshligida asarga tushib ketgan qizni, bilgina asarga botib ketgan qizni. Yoshligida asarga tushib ketgan qizni, bilgina asarga botib ketgan qizni. Dilbar ko'zi qaro dilbar, qalbg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Dilbar ko'zi qaro dilbar, qalbg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Javohirjon katta yigitlar bo'lsin. Mana. Shirin shakar so'zlaring jonim oladi, shirin shakar so'zlaring jonim oladi. O'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi mana, o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi mana. Dilbar ko'zi qaro dilbar, qalbg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Dilbar ko'zi qaro dilbar, qalbg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Darkor mana dilbar, yakta qiyo boq mana dilbar. Darkor mana dilbar, yakta qiyo boq mana dilbar. Dilbar ko'zi qaro dilbar, qalbg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Dilbar ko'zi qaro dilbar, qalbg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Shu opaga gap yo'q lekin. Davrani qiziqgan opa shu bo'ladi. Qarsak bo'lsin. Shu
Yashaysizlar. O'zligimni yaxshi kunlariga, to'ylariga, an'anagadan qolgan tortkish marosimini o'tkazib olsak albatta. Qani, Javohirjonni jonlaymiz. Allohim mana shu Javohirjonni bundan keyingi hayotlari, umrlari ana shu tortki shirin bo'lsin. Mana shu bobojonlaridek buvijonlarni yoshga kirib yurishini Allohdan so'rab qolamiz. Albatta. Qarsaylar bilan. Tabriklaymiz. 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 Bishta o'chiramiz, bishta. Qarsay chalaylik. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Tortib ketamiz. Javohirjon, tortib ketaylik qani? Qarsa chaltiradi, qarsa aktiv bo'laylik. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Joy bo'lsin. Tabriklaymiz. Yaqinroq keling. Tabriklaymiz. Ko'zlari namli, yuzlari g'amli ko'rmasin ilohim. Yana o'lib katta yigitlar bo'lsin. Yurtlarga katta xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Baxtli, saodatli yigit bo'lsin. Javohirjon, endi bitta joyda so'raymiz endi. Ayajoningiz bilan dadajoningiz yaxshi ko'rasizmi? Qanchalik? Bala. Nima deysiz ayingiz bilan dadangizga? Jonim bilan ayajon umri uzoq bo'lsin-da. Dadam ayam umri uzoq bo'lsin. Rahmat deb qo'ying. Rahmat. Alloh panohiga asrasin. Yaxshi ko'raman. Meni baxtimga sog' bo'lsin. Meni baxtimga sog' bo'lsin. Qarsak bo'lsin. Xudo xolasa, bitta narsani eslab qo'ying. Onajoningiz bilan ana shu dadajoningizga ularni ham mana shu tug'ilgan kuniga siz katta yigit bo'lib, maktablarni bitirib, a'lo baholarda, yaxshi joylarda o'qib, yaxshi ishlarga ishlaganingizda esingizda bo'lsin. Ana shu ayajoningiz bilan dadajoningizga ana shu tug'ilgan kunlariga qaytarasiz. Ularni hajlarga yuborasiz, xo'pmi? Qarsak bo'lib tursin. Albatta, Gulxonaga aytilgan tilakda Allohning ijobatini berarkan-da, ilohim ijobatini bersin. Ko'zmunchalar osilgan shu beshiklarga o'g'il bersin qizlar bersin
mana shu xonadonda doimo xursandchilik, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Xudo xolasa niyat qilamiz, Javohirjonni katta to'ylariga ham kelib xizmatda bo'lish nasib bo'lasin. Musofirlikda ishlab yurgan mana shu Javohirjonni, dadajonlarni, ayajonlarni shu qatori barcha musofirlikdagi akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, ukalarimiz, do'stlarimizni qadri baland, qadrli obunachilarimizni Alloh doimo o'z panohida asrasin. Ravshan Norov kanalida uzoqlashmaymiz. YouTube'ga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bugun mana shu fayzli xonadonda Ravshan Norov kanali ijodkorlaridan Shoira opamiz xizmatda bo'ldi. Ravshan opamiz o'zlari mana kadr ortida Kamina kamparim Elmurjon yana sizlar bilan xizmatda bo'ladi. Xayr demaymiz, yaxshi kunlarda mana shunday sizlar bilan diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.